Agar brokeringizni asabini ozgina o'ynagingiz kelsa, voy bu bola qanday qilib narxlarning harakatini aniq topyapti deyishni xohlasangiz, videoni albatta oxirigacha diqqatli bilan ko'ring. Bugungi videoda siz bilan Elliot to'lqinlarining kelib chiqishi, Elliot to'lqinlarini oddiy qilib tushunishimizni, Elliot to'lqinlarining asosiy qoidalari, Elliot to'lqinlarini ishlatilish usullari va bonus sifatida Elliot to'lqinlarini avtomatik chizadigan indikatorlarni qatdan olishingiz, qanday o'rnatishingizni video oxirida aytaman. Hammaga salom internet, sizlar bilan Dado. Elliot to'lqinlarini kelib chiqishi. Xullas, bu ajoyib to'lqinlarning yaratuvchisi haqida qisqacha tanishib o'tamiz. Demak, Wikipediyaga murojaat qilganimizda bizga quyidagicha ma'lumotlarni, ya'ni Ralph Nelson Elliot amerikalik buxgalter va muallif bo'lib, fond bozori ma'lumotlarini o'rganish, uni treyder psixologiyasining siklik tabiatining tavsifi va texnik tahlil shaklini to'liq tamoyilini ishlab chiqarishga olib keldi. U moliya bozoridagi tendensiyalar va o'zgarishlarni aniqlaydi va hokazo. Tug'ilgan sanasi 1871-yil 28-iyul Kanzas Amerika Qo'shma Shtatlarida va o'lgan sanasi 1948-yil 15-yanvar Kings Park, New York, Amerika Qo'shma Shtatlari. Xullas, oila bola chaqalari haqida to'xtamaymiz, chunki bu bizga foydasi yo'q. Asosiy diqqatni qanday qilib Elliot to'lqinlarini paydo bo'lganiga qaratamiz. Asosiy va dastlabki kasbi buxgalterlik bo'lgan, demak, soqqani qatdan va qanday kelishini juda ham yaxshi bilgan Elliot. Yoki bo'lmasa birovi soqqasini sanash joniga tekanidan bo'lsa kerak, o'zini treyderlik rolida sinashga qaror qiladi. Balkim pensiyada o'tirish joniga tekkanidan ham bo'lishi mumkin. Buni aniq hech kim bilmaydi. Xullas, 1930-yildan boshlab Ralph Nelson Elliot fond bozorlarini titkilab, ko'p emas, kam emas 70 yillik indekslar grafikini tahlil qilib, o'zini natijalarini Charles J. Collins bilan birgalikda 1938-yilda The Wave Principle to'lqin nazariyasi yoki boshqacha qilib aytganimizda to'lqinlar prinsipi nomli kitobini yozadi. Xullas, Elliotning fikricha, insoniyat sivilizatsiyasida hamma narsa qanaqadir o'ziga xos ritmik tartibda bo'lar ekan. Shuning uchun bu ritm yoki to'lqin amplitudalari deymiz, ammo kelajakka cho'zilishi mumkin. Bu esa moliyaviy bozorlarning keyingi harakatini prognoz qilishni imkonini beradi. Elliotning bu gaplari va bu chiqargan kitobi hali hayotligi paytida hech kim tomonidan unaqa jiddiy qabul qilinmadi. Bu to'lqinlarni Wall Streetda esdan chiqib ketmasligiga Charles Collins o'zini Elliot Wave Principle, o'zbekchada Elliot to'lqinlari prinsipi kitobi bilan hissa qo'shadi. Undan keyin 1950-60-yillarda Hamilton Bolton to'liq Elliot to'lqini nomli kitobini chiqaradi. Xullas, Boltondan keyin Alfred John Frost bu to'lqinlar bilan qiziqib qoladi va o'zini shu yo'nalishga bag'ishlaydi. Lekin undan keyin bu mavzuni ommalashtirish va bizgacha kelishiga katta hissani qo'shgan shaxs Robert Proctor bo'ladi. Robert R. Proctor Jr. amerikalik moliyaviy yozuvchi va moliyaviy bozor tahlilchisi. Bugungi kunga qadar Proctor Elliot Waves bo'yicha eng yaxshi mutaxassis hisoblanadi va uning elliot.com veb-sayti bu borada dunyodagi eng yaxshi manba hisoblanadi. Etda juda ko'p ajoyib prognozlar mavjud. Misol uchun, Proctor veb-sayti mutaxassislari 2008-yildagi inqirozni u paydo bo'lishidan bir necha yil oldin muammosiz prognoz qilishgan. Xullas, nima demoqchiman? Bu insonlarning hammasi bizgacha qilinishi kerak bo'lgan hamma qiyin ishlarni qilib bo'lishgan. Bizga bo'lsa bor yo'g'i shu sodda qilib chiqarilgan tizimni tushunib olish qoladi xolos. Elliot to'lqinlari qoidalari, uni qanday ko'rinishi va shunga o'xshagan qiziq narsalarni bo'lsa, hozir siz bilan sekin ko'rib tanishib chiqamiz. Elliot to'lqinlarini oddiy qilib tushunishimiz. Elliotning so'zlariga ko'ra, bozor birinchi 5 ta impuls va 3 ta correction to'lqin shaklida harakat qiladi. Bu nima degani, qanaqa u desangiz, hozir hammasini ko'rib chiqamiz. Keling, birinchi 5 ta impuls to'lqinini bo'laklab tushunib olamiz. Yuqoriga yo'nalgan trend, uptrend holatidagi vaziyat. Birinchi to'lqin buqalarning ishga kirishishi bilan boshlanadi. Qoida tariqasida bu aktivni sotib olish vaqti kelganiga qaror qilgan treyderlarning birinchi qadami bo'ladi va narx ko'tarila boshlaydi. Ikkinchi to'lqin ayiqli buqalarni damga chiqarib ishga kiradigan payti. Beta treyderlar birinchi to'lqin tugadi deb сделкаdan chiqishadi va natijada narx pasayadi. Biroq narx pastki minimumlarni yangilamaydi va narx harakati yana o'zgaradi. Uchinchi to'lqin
to'lqin buqalar dam olib bo'lishganidan keyingi yangi harakati. Bu to'lqin odatda eng kuchli va uzoq harakat to'lqini deb hisoblanadi. Bu yerda treyderlarning asosiy qismi narxga e'tibor berishadi. Oddiy qilib aytganda, bozorda hamma narsa takrorlanadi. Prinsipi bo'yicha endi hamma sotib olishga shoshiladi va to'lqin ko'tariladi. 4-to'lqin yana ayiqlarni bozorga tashlanishini va buqalarni qisqa damga chiqarishini ko'rsatadi. Oldinroq сделкаga kirgan treyderlar yana сделкаlarni yopishga va foydalarini tezroq chiqarishga kirishadi. 5-to'lqin buqalar dam olib bo'lishgandan keyingi oxirgi harakati. Bu to'lqin tendensiyaning eng yuqori nuqtasi. Barcha aqlli treyderlar allaqachon сделкаlardan chiqishga ulgurishadi va narx faqat his-tuyg'ular va tendensiya abadiy davom etishiga ishonchi borlar tomonidan ushlab turiladi. Bularning hammasi trend bo'ylab harakat qilayotgan asosiy 5 ta to'lqin hisoblanadi. Uni davomi sifatida hali 3 ta correction to'lqinlari keladi. Keling shu 3 ta correction to'lqinlarini bo'laklab tushunib olamiz. Adashib qolmaslik uchun bu to'lqinlarni belgilashga harflar ishlatilgan. Bular A, B va C. A to'lqin buqalarga qarshi ayiqlarning hujumini bildiradi. Сделкаlarni foyda bilan yopgan treyderlar endi bozorni qarama-qarshi tomonga harakatidan foydani qidirishadi va oldingi aqlli buqalar sekin ayiqlarning roliga o'tishadi. B to'lqin endi ayiqlarning hujumini jiddiy qabul qilmagan buqachalar ishga kirishadi. Hali hammasi oldinda deb сделкаlardan chiqmagan yoki yana narx ko'tariladi degan umidda сделкаlarni ochgan treyderlarning oxirgi kurashini ko'rsatadigan to'lqin. C to'lqin vaziyatni ayiqlar to'liq qo'llariga olgan payti. Bu xaridorlarning umidi bir tiyin bo'lib, сделкаlarni zarar bilan yopishlari bilan tugaydigan to'lqin hisoblanadi. Biz hozir Elliott to'lqinlari patterni uptrend holatidagi harakatini ko'rdik. Endi shu downtrend holatidagi harakatni ham bo'laklab ko'rib chiqamiz. Pastga yo'nalgan trend, downtrend holatidagi vaziyat. Birinchi to'lqin ayiqlarni ishga kirishi bilan boshlanadi. Qoida tariqasida bu aktivni sotish vaqti kelganiga qaror qilgan treyderlarning birinchi qadami bo'ladi va narx pasaya boshlaydi. Ikkinchi to'lqin buqalar ayiqlarni damga chiqarib ishga kiradigan payti. Beta treyderlar birinchi to'lqin tugadida сделкаlardan chiqishadi va natijada narx ko'tariladi. Biroq narx yuqori maksimumlarni yangilamaydi va narx harakati yana o'zgaradi. 3-to'lqin ayiqlarni dam olib bo'lishganidan keyingi yangi harakati. Bu to'lqin odatda eng kuchli va uzoq harakat to'lqini deb hisoblanadi. Beta treyderlarning asosiy qismi narxga e'tibor berishadi. Oddiy qilib aytganda, bozorda hamma narsa takrorlanadi prinsipi bo'yicha endi hamma sotishga shoshiladi va to'lqin pasayishda davom etadi. 4-to'lqin yana buqalarni bozorga tashlangani va ayiqlarni bo'lsa qisqa damga chiqishi kuzatiladi. Oldinroq сделкаga kirgan treyderlar yana сделкalarini yopishga va foydalarini yana chiqarishga kirishishadi. 5-to'lqin ayiqlar dam olib bo'lishganidan keyingi so'nggi harakati. Bu to'lqin tendensiyaning eng pastki nuqtasi. Barcha aqlli treyderlar allaqachon сделкаlardan chiqishga ulgurishadi va narx faqat his-tuyg'ular va tendensiya abadiy davom etishiga ishonchi borlar tomonidan ushlab turiladi. 5 to'lqinli impuls tuzilishidan keyin yana 3 to'lqinli correction mavjud. Boya aytganimdek, adashmaslik uchun bu to'lqinlarni belgilashga harflar ishlatilgan. Bular A, B, C. Demak, A to'lqin ayiqlarga qarshi buqalarni qattiq hujumini bildiradi. сделкаlarni foyda bilan yopgan treyderlar endi bozorni qarama-qarshi tomonga harakatidan foydani qidirishadi va oldingi aqlli ayiqlar sekin buqalarni roliga o'tishadi. B to'lqin endi buqalarni hujumini jiddiy qabul qilmagan ayiqchalar ishga kirishadi. Hali hammasi oldinda deb сделкаlardan chiqmagan yoki yana narx pasayadi degan umidda сделкalarini ochgan treyderlarni oxirgi kurashlarini ko'rsatadigan to'lqin. C to'lqin vaziyatni buqalar to'liq qo'llariga olgan payti. Bu sotuvchilarning umidi bir tiyin bo'lib, сделкalarini zarar bilan yopishlari bilan tugaydigan to'lqin hisoblanadi. Tushunolishimiz uchun. Xullas, Elliottning o'zi bu to'lqinlarda birinchi navbatda treyderlarning hissiy va psixologik holatini ko'rgan. Hozir sirazu aytishim kerak, mavzuni diqqat bilan chalg'imasdan ko'rishimiz shart bo'lgan qismiga o'tamiz. Chunki iloji boricha diqqatni jamlaymiz. Elliott to'lqinlarining asosiy qoidalari.
Ralf Elliottning to'lqin nazariyasining asosiy qoidalari quyidagilardan iborat. Birinchi to'lqin yangi tendensiyaning boshlanishini va correctiondan keyin tendensiyaning davom etishini anglatadi. Ikkinchi to'lqin bu narxning birinchi qaytarilishi. Ralf Elliott ikkinchi to'lqin hech qachon birinchi to'lqin boshlanadigan nuqtaga yetib bormasligini ta'kidlaydi. Uchinchi to'lqin odatda barcha to'lqinlarning eng kuchli va eng uzunidir. Elliottning klassik nazariyasiga ko'ra, bu uchinchi to'lqin qolgan to'lqinlardan qisqasi bo'lishi mumkin emas. To'rtinchi to'lqin yana bir orqaga qaytish. Ralf Elliott to'rtinchi to'lqinni birinchi to'lqin o'tgan hududga kirmasligi kerakligini aytadi. Beshinchi to'lqin siklning oxirgi impuls to'lqini. Uning davomiyligi uchinchi to'lqinning davomiyligi bilan bir xil bo'lishi mumkin. A, B va C to'lqinlari correction 3 ta to'lqinidir. A to'lqin birinchi to'lqinning boshlanish darajasidan pastga tushmasligi kerak. B to'lqin 5-to'lqin tugagan darajasidan o'tishi kerak emas. C to'lqini ham birinchi to'lqinning boshlanish darajasidan pastga tushmasligi kerak. Bularning hammasi birinchi qarashda vobshe qiyin ko'rinishi mumkin. Men sizni tushunaman jigarim. Bu narsalarni 2-3 marta chizib takrorlab ko'rsangiz, tez yodda qoladi. Xavotir olmang. Uni ustiga erinchoqlikni hech kim admin qilmagan. Shunga oldinda hali avtomatik Elliott to'lqinlarini chizadigan indikatorlar kutib bizani. Hozir сделкаlarni qayerda ochishimiz kerak degan savolga tez to'xtab o'tamiz-da, keyin hammasini qayerdan olishingiz mumkinligini ko'rsataman. Xullas, chalg'imang. Elliott to'lqinlarini ishlatish usullari. Elliott to'lqinlarini qaysi time framelarda ishlatishimiz kerak? Buni asosiy kitobida keltirilgan time framelarga bo'ladigan bo'lsak, bu 1 oylik, 1 kunlik va 1 soatlik time framelar. Ularning hammasini multiframe usulida ishlash deymiz. Agar u mavzuni ham o'rganishni xohlasangiz, unaqada kommentariyallaringizni kutaman. Keling misol qilib, menga Amerika Qo'shma Shtatlarini ko'rsating desam, menga shaharingizdan turib, "Anu tomonda" demaysiz-ku? Yo'q, uni yer sayyorasi xaritasidan topib ko'rsatasiz, to'g'rimi? Endi shu AQShni New York shahrini ko'rsating menga desam, butun mintaqani qanaqadir nuqtasini ko'rsatasizmi? Yo'q, uni Amerika Qo'shma Shtatlari xaritasidan qidirib topib ko'rsatasiz menga, to'g'rimi? Endi shu New Yorkdagi ozodlik haykalini menga ko'rsating desam, butun AQShni xaritasidan qidirasizmi? Yo'q, albatta. Uni New York xaritasidan qidirib topasiz. Buni hammasi uzoqdan tushuntirish bo'lsa ham, bizani ishimizga ham shunaqa ishlaydi hammasi. Oldin katta time framelardan boshlab, kichkinarog'iga o'tamiz. Undan keyin ishlaydigan time framega o'tamiz. Elliott qoidalarini yaxshilab eslab qoling deganim bekorga emas edi. Chunki qoidalarning o'zi bizga сделкаga kirishimizni nuqtalarini ko'rsatadi. Birinchi variantda сделкаga kirishimizni oson usuli. Ikkinchi to'lqin hosil bo'ldi deylik. Qoidada bilamiz, ikkinchi to'lqin birinchi to'lqin boshlanish darajasiga kirishi mumkin emas. Shundan kelib chiqib, сделканы trend bo'ylab ochamiz va stopni birinchi to'lqin boshlanishiga qo'yishimiz mumkin. Bu analizimiz aniq ishlasa, bu bizga butun uchinchi to'lqinni ushlashimizga imkon beradi. Ikkinchi variantda сделкаga kirishimiz oson usuli. Misol uchun ikkinchi to'lqinni o'tkazib yubordingiz. Uchinchi to'lqin tugadi deylik. Bunda ham o'ziga xos foydalansa bo'ladi. Bu misol uchun uchinchi to'lqinchalik foydani kattasini keltirmasa ham, yo'qdan ko'ra deganidek. Yana Elliott qoidalariga qaytadigan bo'lsak, to'rtinchi to'lqin birinchi to'lqin darajasiga kirishi mumkin emas. Shu holatdan foydalanib, biz ham asosiy trend harakati bo'ylab 5-to'lqinni ushlash uchun сделкаga kiramiz. Stoppa bo'lsa, birinchi to'lqin tugagan darajasiga qo'yamiz. Uchinchi variantda сделкаga kirishimizning oson usuli. 5-to'lqinni qo'ldan chiqargan bo'lsangiz zarari yo'q. Bizda hali A, B, C to'lqini bor. Bunda biz A to'lqinini ushlashga harakat qilishimiz mumkin. Agar stoppa 5-to'lqin darajasiga qo'yadigan bo'lsangiz, unaqada bizga C to'lqinini ham ushlash imkonini beriladi. Chunki qoidada yozilishi bo'yicha B to'lqin 5-to'lqin darajasigacha ko'tarila olmaydi. Xullas, biz shu 3 ta сделкаga kirish nuqtalarini eng sodda usulida bo'lsak bo'ladi. Aha, bo'ldi. Hammasini qoida bo'yicha qilsam, demak bugundan сделкаlar 100% plusda yopiladi degani emas bu. Bu yerda 100% ishlaydigan narsani o'zi yo'q. Shunga risk management qoidalarini esimizdan chiqarmaymiz. O'ylaymanki, bugungi mavzudan keyin grafiklar ko'zingizga boshqacha bo'lib ko'rinadi. Bonus. Xullas, bonusga keldik. Elliott Waves indikatorini qayerdan olishingizni videoni oxirida aytaman degandim. Mana marhamat. Video ostida Dado Trader Instagram sahifasiga o'tasiz. Unda storiesda va aktualiy bo'limida qayerdan olishingiz mumkinligini ko'rsatganman.
Shunga vaqtni bekor ketkazmasdan tezroq o'tib, indikatorni olish usulini va uni o'rnatish usulini ko'rishingiz mumkin. Joninglar omon bo'lsin. Sizlar bilan Dado bo'ldi.